muxlislarni tashrifi qanaqa og'ir kelishgani, ularni oxirgi kelgan o'sha Andijondan kelgan ultrasni aylantirib so'nggi minutlarda olib kelishgani, jurnalistlarni, ba'zi hamkasblarimizni qaytarib yuborishgani, nima hunarlar ko'rsatmadi bu arablar. Lekin aynan yoshlarimiz Saudiya Arabistoni maydonida qahramonlik ko'rsatib, 9 ga 11 o'ynab Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishganda, Osiyo chempioni bo'lishgani kabi akalari bugun ramziy ma'noda mana shu muxlislar qarshisida amirliklarda, Abu Dabisida qo'lga kiritishyapti. O'sha kichkina stadionmi? Mana endi ziyoratgohga aylanadi. Har doim kelganda oq matchni tomosha qilib ketadigan muxlislar endi bu stadionni ham ko'rib ketishadiki, shu stadionda bizning terma jamoamiz mazza qilib Jahon chempionatiga chiqqandi deb boya Orif intervyu berganimda juda ko'p men 0-0 degan hisobga yopishib oldim. Nega deganda, mana shu